Hammaga assalomu alaykum. G'oyadan brendgacha proyektimizning 6-soni. Bugungi mehmonimiz sayramimizda Muxlisa showroom deb tanilgan Muxlisa Xatamqulovna. Xush kelibsiz. Rahmat Rushana, xushvaqt bo'ling. Taklif uchun rahmat kattakon. Rahmat, ozgina o'zingizni tanishtirib o'tsangiz. O'zimni tanishtiradigan bo'lsam, men Muxlisa Daniyarova Xatamqulovna 1995-yili Sayram dahasida, Axtam mahallasida ziyolilar oilasida dunyoga kelganman. Turmushdaman. Kuyovim bilan turmush qurganimizga bu yil Xudo xolosiga 11 yil bo'ladi. 2 nafar farzandning onasiman. Javob uchun kattakon rahmat. Sizni ko'p odam tanishiga ishonchimiz komil. Bir necha savollarimiz bor, shunga javob bersangiz. Birinchi savolimiz, Muxlisa showroom g'oyasi qayerdan kelib chiqqan va uni qanday qilib biznesga aylantirdingiz? Muxlisa showroom brendini, g'oyasini chiqishini bosh sababi ko'pchilik meni bilishadi. 15 yoshimdan boshlab tikuvchilik biznesi bilan shug'ullanganman. Ya'ni 9 sinfdan boshlab zakaz tikardim. O'zim 9 sinfda 1-2 sinfdoshlarimga tikib yurdim. Undan keyin maktabdagi opalarga tikib yurganman. Darsning oxirlarida Muxlisa bor menga ko'ylakdan tikib berchi deyishardi-da, darsdan jo'natishib yuborardi. Darsning oxirlarida. Shuni uyga borib, ularni primerka qilib tikib berardim. Undan keyin o'zim 10-sinfda o'qib turib, 11-sinflar bir xil koftubka kiyardi. U paytda hozir ham shunaqa tiktirib kiyishadi. O'zim 10-sinfda o'qib turib, 11-sinflarga koftubka tikib berganman. Bitta sinfni bariga. Keyinchalik уже hamma yoqqa tanilib, mana shu kichkina qiz bo'lsa ham chiroyli tikar ekan degan, bari bu narsa tez taraydi sayramda bo'lgandan keyin yetishib zakazim juda ham ko'payib ketgan. Уже menga ishonib, sarpalarini olib kelishni boshlagan, вечерний ko'ylaklarini, bibisnoylarga, уже katta ayollarim bemalol qo'rqmay menga kelishni boshlashgan. Keyin shu paytni o'zida men kiyim biznesi emas, вообще kiyimga qattiq qiziqardim. Ayollarni chiroyli kiyintirishga qiziqardim. O'zim ham yaxshi modni, hech kimda yo'q, neobычный kiyimlar kiyishga qiziqardim. Undan keyin men grant asosida o'qishga tushganman. O'qishga tushgandan keyin kuratorlarimga tikkanman, kursdoshlarimga tikkanman, o'zlariga yoqadigan stil qiliblar вечерныйlarni. Shundan keyin bu tikuvchilikka bo'lgan qiziqishim yana ham uyg'onib ketdi. Chunki dohot kela boshlaganda уже qiziqib ketdim. Keyin уже turmushga chiqdim. Turmushga chiqqandan keyin ham bu narsani tashlaganim yo'q. Tikib yurdim, ham o'qirdim, ham tikardim. Chunki 2-kursni o'zida turmushga chiqqanman. Keyin ateliye ochdim. Ham grant o'qirdim, ham ateliye ochganman. O'ylanlar juda ham qiyin narsa bo'lgan bu uchun. Ham farzandlik bo'lganman. Birinchi farzandim bor edi. 4-kursda o'qiyotganimda ateliye ochganman. Qizim bor edi. 1 yosh qizim bor edi. Keyin o'qishim bitirgan keyin biroz yaxshi ateliyada biroz biznes qildim. Juda ham ko'p klientlar orttirdim. Uzoqlardan kelib tiktirishardi. Hozir ko'ryapqanlar bo'lsa kerak, hammasi уже bilishadi meni qanday tikishimni. Keyinchalik уже grant o'qigandan keyin государственный ishga kirishimga to'g'ri keldi. Государственный ishga kirdim. Ham государственный ish maktabda o'qituvchi bo'lib ishlayman. Hozirgi paytda dekretdaman endi. Ham государственный ishda ishlab, ham ateliyani yurgizish, ham boyagi kelinman, rafiqaman, ham onaman. Hamma narsani eplash sal qiyinroq bo'lgandan keyin turmush o'rtog'im ateliyani yig'ishtirib bo'ldi. Joningni bunaqa qiynama, bo'ldi, kerak emas deb o'zi ko'p aytardi. Ishlama kerak emas deb yuradi. Shu paytda ham yig'ishtirg'izgan, ateliyani keyin yig'ishtirganman. Keyinchalik уже 2-farzandim dunyoga keldi. Undan keyin menda dekret payti umuman bo'lmadi. O'zi ayollarda bunaqa narsada dekret paytida ijodkor bo'lib ketadi ayollar. Ijodkor bo'lib ketadi. Ya'ni nima qilsamikin, nima yangilik qilsamikin degan narsa dekret paytida uyg'onadi. Imенно shu menda ham shunaqa payt bo'lgan. Dekret paytimda 1 oylik, 2 oylik edi chaqalog'im. Shu paytda nimadir biznes qilgim kelganda, o'zi undan oldin Ersakda ham ishlardim. Уже ko'pchilik biladi, sitvoy biznesda o'zim men savdo qilishni sitvoy biznes o'rganganman-da. Shu paytda ham Ersakda ishlardim. Ersak u paytda menga kamlik qildi. Men yana ham bir boshqa biznes qilgim keldi. Shu paytda o'zi qanchadan beri kiyim biznesi qilishni xohlardim-da. Turmush o'rtog'imga aytdim, qayta qilay deb. Kerak emas, balang hali kichkina, men shuncha topyapman, yetadi dedi-da. Bu ham erkaklar aytgan gapi bo'lsa kerak. Kerak emas. Yo'q, menda energiya ko'p. Men qilishni yaxshi ko'raman. Itto maktabda ishlamayapman. Bitta ersakni o'zi уже menga kamlik qilyapti-da. Shundan keyin unga o'zim ideyam etdim. Mana shu yangi zdaniya solinayotgan ekan. Давайте gaplashib bering dedim. Gaplashib bering, tanishlaringiz ko'p, gaplashib bering dedim. Ko'ramiz dedi shunday. Ko'ramiz dedi. Chunki bu sen balang kichkina hali deyapti-da endi. Ko'ramiz dedi. Keyin amalab kuyovim ko'ndirdim. Chunki kuyovim har doim menga podдержка bo'lgan. Biladiki, nima ish boshlasam ham har doim yaxshi tez dohod kelgan.
bizlarga. Shu ishni eplab keta bilganman. Sразу eplab keta bilganman. Shuning uchun ishonib bilaman, sen qila bilasan, ishonaman. No qiynalib qolasan-ku deydi-da. Shundan yo'q, qiynalmayman, hammasini eplayman dedim. Ko'ndirishib, uyni ham, balani ham barini eplayman. Qilib bering menga dedim. Keyin shundan keyin gaplashib berdi o'zi, bizlarning baxtimizga men o'zi kichkina butik qidirgan edik. Bizlarning baxtimizga Sayramni sentridagi bir katta zdaniyani eng katta butigi bizlarga nasib qilgan. Как раз shu paytda hamma so'ragan joy bizlarga nasib qilgan. Bundan juda ham xursandman. Demak, nasib degan narsa shu bo'lsa kerakdir-da. Alloh o'zi nasib qilib qo'yadi harakatga qarab-da. Shundan beri magazin ochdik, Muxlisa showroom brendini shu paytdan boshlab yuritib kelyapman. Mana xudo xolasa bu yil 3 yil bo'lyapti. Javob uchun katta rahmat. Необычный история bo'lib chiqdi bizlarga uchun. Ikkinchi savolimiz bo'lsa, bu ishingizda sizni birinchi bo'lib qo'llagan kim va boshida nimalardan qiynalgansiz? Bu ham juda ham chiroyli savol bo'ldi. Bu savolni eshitib ozgina emotsiyaga berilaman, chunki bu ishimda meni qo'llagan, har doim birinchi aytadiganim, har doim menga поддержка bo'lib turadigan, qalqon bo'lib turadigan bu mening turmush o'rtog'im. Bu narsani faxr bilan ayta bilaman, chunki turmush o'rtog'imning orqasida men o'zim juda ham erkin his qilaman-da, har taraflama. Turmush o'rtog'im yordam bergan, joy topishga har taraflama yordam bergan, поддержка bergan. Undan tashqari, bizlar bu biznesni boshlaganda men o'zim uydan chiqolmaganman. To'g'risini aytsam, balam kichkina bo'lgan, Optim bozorga borib tovar olib kelamas edim. Hammasini onlayn zakaz qilganman. Tursiyaga onlayn zakaz qilganman. Boshida meni magazinim faqat Tursiya bo'lgan, chunki boshqa производствоni olib kelolmaganman. Balam kichkina bo'lgan ekan, o'zim talab ololmaganman-da, chiqolmaganman uydan. Faqat onlayn zakaz qilishimga to'g'ri kelgan. Даже mana shu Muxlisa showroom butigini ham onlayn tovarlarni olib kelishdan boshlaganman. Necha oygacha onlayn olib kelganman. O'zim ko'rmagan holda zakaz qilganman. Shuni yaxshisini tanlay bilgan ekanman. Klientlarim довольны bo'lib olib ketishganda, o'zim ko'rmagan narsani zakaz qilib, ular ham shuna qilishgan. Shunda bizlar yarim tovarni уже zakaz qilib qo'yganmiz. No yarim tovarni puli kuyovimga keladigan edi. 15 kundan keyin keladigan bo'lib qoldi. Puli. Bizlar уже magazinni remont qilib qo'ydik, ochilishini aytib qo'ydik. No, hali tovarimizni zakaz qilib qo'yganman, pul to'lamagan. Yarim puli to'lanmagan. Kuyovimni menga aytganini поддержка beraman degan puli уже 15 kunda keladi deyapti. Keyin bizlar nima qilishni bilmagan bo'lib turgan paytda qaynatam bizlarni sezdi-da bu narsani. Bizlarni chaqirdi, er-xotinni chaqirdi, "Sizlarni cho'ta pullaring kech yaqinga o'xshaydi-ya, Dumrat" dedi. "Ha" degaydi, "Men sizlarga podдержка qilaman" dedi. Men qaynatam aytdi, shunaqa dedi, "Men sizlarga qancha pul kerak" dedi. "Aytlaring" dedi. "Yo'q, ada kerak emas, amallaymiz o'zimiz" deganda, "Yo'q" dedi. "Qancha desalaring shuncha beray, qancha beray" dedi. "Podдержка mendan bo'lsin" dedi. Shunaqa so'nganman, shunaqa bu nima deydi, bu oddiy gap chiqar, biroq qaynotasidan podдержка olish bu har bitta kelin uchun emas deb o'ylayman, to'g'rimi? Tем более meni biznesim uchun, kelinini biznesini bizlar ito so'rab bormadik. O'zi sezib chaqirdi-da bizlarni. "Sizlarning pullaring kech yaqinga o'xshaydi" deb. Shunaqa xursand bo'ldik. Keyin yaxshilab duosini berdi. Qaynam ikkalasi, qaynotam o'zi har doim menga podдержка bo'lishgan. Hozir erkak keliniman desangiz, erkak keliniman. Podдержка bo'lishgan, har taraflama meni qo'llab-quvvatlashgan. Shu uchun ham erkin yuraman-da, mencha. Keyin kerak dohodni, kerak pulni, mablag'ni berishgan. Bizlarga yaxshilab duolarni qilishgan, ishimizni boshlashimizdan oldin va shularning duolari orqasida mana shu biznesim zo'r rivojlanib ketgan chiqar deb o'ylayman-da. Bir deganda sразу rivojlanib ketdi-da meni ishim. Sразу klientlar ko'payib ketdi. Kundan kunga klientlarning soni ko'payib ketdi. Shunaqa bo'ldi. Bu uchun qaynotamga rahmat deb ayta bilaman. Turmush o'rtog'imga вообще ko'p rahmat aytaman. Har doim qo'llab-quvvatlagan. Bu payt siz ikkita bolani onasiz, to'g'rimi? Ha, men ikkita kichkina chaqalog'im уже 3 oylik bo'lib qoldi. Ishlayapsiz. Yo'q, dekretga chiqqan edim. Men faqat ersakda ishlardim, sitvoy biznesda. Sitvoy biznesim ham juda ham yaxshi yurgan payt edi u paytda. Barini bittada eplab ketgansiz. Shu qaynotam meni eplashimga ishonishib, podдержкani ham zo'rini berishgan. Mashallah. Uchinchi savolimiz, biznes orqasida kelgan birinchi daromadingiz esizdami? Va uni nimaga sarflagansiz? Bundan oldin aytib ketdim, boya 15 yoshimda biznes boshlaganman deb. Shu paytda tikish qilardim. O'zimning o'rtoqlarimga ko'ylak ishdan tikib berganman. Ana shu paytda u ko'ylak ishdan tikkanimni
o'zimni ish haqimga 500 tanga olganman. O paytda hamma 800 tangaga tikardi tikish haqqini. Nomanda 500 tanga olganman. Qimmat tikaman. Endi aytish bo'yicha qizlarning aytishi siz ko'p olgansiz, sen ko'p olgansan deydi-da. Keyin u pulni men adam gap kelib, adamdan shu paytda duolarini olganman. Keyinchalik men o'zim bilardim, shu paytdan bilamanki, o'zimni mehnatimni yaxshi qadrlaydigan qiz ekanimni. Chunki arzonga tikmaganman hech qachon. Shu paytgacha unaqa arzonga tikmaganman. Даже birinchini o'zida даже yan o'rtoqlarimni pul olganman. Bu to'g'ri narsa deb o'ylayman. Hamma o'zining mehnatini, qadrini bilish kerak deb o'ylayman. Muxlis showroom biznesingizdagi birinchi daromadingiz-chi sizda? Agarda Muxlislar showroom magazinni birinchi daromadini eslaydigan bo'lsa, to'g'risini aytganda nimadir olmaganman. O'zimga-yu, o'zimga ham olmaganman, bolalarga ham hech kimga olmaganman. Buni daromadni o'ziga sag'anman qaytadan. Ya'ni tovar oborotga sag'anman. U paytda oyoq kiyim kam olib kelgan edim. Hozir juda ham ko'p oyoq kiyimni va vibr qilib tashlaganman. Kiyimlar u paytda sal kamroq bo'lsa, hozir yana ham ko'p. Mashalloh. Yana bir marta insight. Boshlagan biznesingizni daromadini qaytadan biznesga sarflash. Keyingi savolimiz, ish va oilani qanday qilib birga olib yurasiz va oilangiz sizni qanday qo'llab-quvvatlaydi? Biznes bilan ishni birga olib yurish bu to'g'ri oson emas. U narsani tan olaman. Biroq ikkalasini chiroyli olib yurishga harakat qilaman. Chunki masalan hamma qator menda ham yosh bola bor. Sadikka hozir 3 yoshda, kichkina qizim Rozishkam 3 yoshda. 1 yoshgacha o'zim bilan bo'lgan, magazinga birga olib kelardim, olib ketardim. Даже orqa tarafda beshikgacha olib kelganman. Beshik ham bor edi. Kolyaskada olib kelgan 1 yoshgacha polni o'zim bilan birga yurgan. Undan keyin уже qaraydigan ishonchli odamimiz bo'lgandan keyin, yaqinimiz bo'lgandan keyin shunga topshirib ketib, biznesimni yana ham kuchaytira bildim. Undan tashqari biznesimda masalan uy ishlari bo'lsin, boshqa ishlar bo'lsin, yordam qiladigan cleaning chaqirib turaman. Chunki ham biznesni ham uy ishini birdek eplash oson emas. Biznes yana ham zo'r rivojlanish uchun boshqa yordamchilarga murojaat qilib turaman. Обязательно bu narsalarni qilmasam bo'lmaydi, to'g'risi. Undan tashqari masalan oilada bizlarni eng ko'p qo'llaydigan, boya aytib o'tganimdek turmush o'rtog'im. Turmush o'rtog'im har taraflama menga podдержка bergan, bu biznesimda ham, shu uchun erkin qilaman bu biznesni ham. Undan tashqari yana qizim, katta qizim 9 yosh, yaqinda 10 yoshga to'ladi Xudo xolasiga. 9 yashar qizim ham ancha yordam beradi. Kichkina qizimga qarashga, magazinda даже savdo qilishga, kiyimlarni olish bo'lsin, hammasiga polni уже qarashadi. Buni ham men уже bu katta qizimni ham уже yordamchim deb ayta bilaman-da. Biznesimga ancha yordami tegyapti deb ayta bilaman bu qizimni ham. Mashalloh. Keyingi savolimiz, qizlaringizni tarbiyalashda qaysi qadriyatlarga e'tibor berasiz? Biz o'zi oilada 6 ta qiz farzandmiz. Men 5-qiz farzandiman. Adam kichkinaligimizdan bizlarni bilimga, mehnatga, hunar o'rganlaring deb aytib, shunday tarbiyalagan. Va eng katta opayimni ham o'qishga, ham hunar o'rgatishga ko'p energiyasini ko'p sarflaganda adam. Chunki sen eng kattasisan, sendan keyingi qizlarim seni yo'lingda ketadi deb ko'p aytardi va tikuvchilik kasbiga ko'p kurslarga bergan adam. Shundan keyin opayim juda ham yaxshi katta tikuvchi bo'ldi, dizayner bo'ldi. Undan keyin hammamiz shu kasbda ketdik. Biroq adam aytardi, faqat hunar emas, Turkiya faqat hunar bilan qolib ketmalaring o'qiysalarim derdi. Adam hammamizni ziyoli qilib o'qitdi, undan tashqari hunarga o'rgatdi. Erta kuni kuyovga chiqsalarim ham, erta kuni nima sharoit bo'lishidan qat'iy nazar qiynalmaysalar, xohlagan paytda qo'llaringda pul yuradi dedi. Masalan, bola bilan uyda o'tirib qolsalaring ham, zakaz tiksalaring ham uyga izlab keladi senlarni dedi. Senlar shunaqa qiz bo'laringki, odamlar senlarni uyga izlab kelsin derdi. Shu uchun masalan meni ham tikuvchilikka bo'lgan qiziqishimni adam yo'qotgan. Tikaqqanimda ham zo'r, молодец, yana harakat qilaver deb motivatsiyani adam beradi-da rosa. Shunday tarbiya ko'rib o'sgan qizmanki, o'zimni 2 ta qizim bor, qizlarimga ham xuddi shu usulni qo'llashga harakat qilaman. Bizlarning uyda keyin adamni gapi gap, so'zi so'z bo'lganda adamni hammamiz ham hayqardik, qattiq hurmat qilardik. Adamni aytganini oyim barimiz qattiq qilardik. Xuddi shunday o'zim ham o'ylardim, men ham turmush o'rtog'im bir so'zlik bo'lsaydi derdim. Aytganini qildiradigan, bitta gapida turadigan bo'lsaydi deb niyat qilardim. Xudoga ming qattiq shukr, xuddi shunaqa turmush o'rtoq uchragan. Hozir qizlarimga ham
adasini ko'p aytamanda, mana adang aytganini qil. Bar adangni eshit. Adang nima deyapti? Birinchi adangni so'rab ko'rak deyman. Masalanda, adasi bo'pti, mayli, bor yursin desa ham, baribir sen so'ra adang nima derkin deyman. Bu bizlarni ham mentalitga to'g'ri keladigan narsa, ham qiz bola tarbiyasi uchun juda ham to'g'ri narsa deb ayta bilaman. Chunki o'zimni tarbiyamda shu narsalar, meni tarbiyamda, opa-singillarimni tarbiyasida bu narsalar juda ham qo'l keldi. Mana hayotdachi, shuning uchun qizlarimga ham iloji boricha shunaqa yaxshi tarbiya berishga harakat qilaman. Turmush mendan ham ko'ra o'zi ularning tarbiyasiga turmush o'rtog'im qattiqroq qaraydi. Hamma narsasiga qaraydi. Kurslarga yuboradi. Hamma narsasiga qaraydi-da, man bar adang deb turaman. Chunki qiz bola adasini ham adasiga mehribon bo'lish, adasidan qo'rqmash kerak bir tarafdan, ham qattiqroq hurmat qilib, sal hayiqib turgani ham yaxshi deb o'ylayman. Xuddi bizlarga o'xshabda. Biroq adasi aytadi, turmush o'rtog'im ko'p aytadi, ular ko'zi to'q o'ssin deydi-da, haftasiga gul berib turadi. Mana Instagramda ham ko'p qo'yaman, bu hammasi rost narsa. Gul berib turadi. Masalan, nima yegisi kelyapti so'raydi. Hozirga chiqayotgan zamonga mos ota deb ayta bilaman-da. Bular ko'zi to'q o'ssin deydi, erkin bo'lsin deydi. Meni qizlarim boy qizlar bo'ladi deydi. Meni qizlarim ertaga kuni boy qizlar bo'ladi. Xudo xolosiga deb bizlar shunaqa yaxshi niyatlarda shu ikki qizimizni o'stiryapmiz. Mashalloh. Keyingi savolimiz. Savdoni juda yaxshi olib borasiz. Mijozlar ishonchini qanday qozondingiz? Savdo qilish bu o'zi bu ham bir san'atda, to'g'risini aytganda. Hamma ham savdo qilib yurolmaydi deb ayta bilaman. U uchun odamning o'zida bir savdoga degan qiziqish, mehr, nima deydi, shunaqa bo'lish kerak-da. Ijodkor bo'lish kerak. Savdogar degan bu ijodkor degani deb bilaman. Hozirgi zamonda shunaqa deb bilaman. Chunki Instagram zamoni, internet zamoni hozir, yangiliklar bilan ko'proq bo'lish kerak va odamlarni yaxshilab qiziqtirish kerak. Undan tashqari yana ayta bilaman, bundan 3 yil oldin magazin ochilgan bo'lsa, boshidagi klientlarimga qaraganda hozir juda ham ko'p klientlar orttirdim, minglagan klientlar orttirdim deb ayta bilaman. Chunki klientlar bitta sizga kelib ko'radi. Bitta kelib ko'radi rostdan. Qaytadir yangi magazin ochilsa, birinchi kelib ko'radi. Yaxshi bo'lsa, dalish keladi. Sana birinchidan, ikkinchidan muomalaga qattiq qarashadi hozirgi zamonda. Menda muomala birinchi o'rinda. Ko'pchilik bilishadi, klientlar bilan qanaqa отношения qilishimni, qanaqa ular bilan gaplashishimni. Ikkinchi o'rinda качествоni qo'yaman. Iloji boricha qaysi производство bo'lsin, yaxshi kачествоda olib kelishga harakat qilaman. Boshda boya aytib o'tganimdek, только Turkiya bo'lgan, chunki onlayn Turkiyadan aldira bilganman u paytda. O'zim borib ololmaganim uchun только Turkiya olib kelganman. Keyin ko'pchilik sal arzonroq narsa ham qilingchi, Pekin qo'shingchi, bir şey qo'shingchi deb ko'pchilik iltimos qilishgan. Mendan Instagramga chiqib bu narsani kuzatuvchilarimdan, klientlarimdan so'raganman, iltimos qilgan uchun. Keyin уже o'zim balam ham sal kattaroq bo'lgandan keyin o'zim borib boshqa производствоni ham qo'shishga harakat qilib va qo'shdim. Keyin bu narsani qo'shganim menga juda ham yana biznesimning rivojlanishiga olib keldi. Yana ham ko'proq klient tortishimga olib keldi. Chunki iloji boricha sredniy xalq tanlaydigan sredniy narx qo'yishga harakat qilaman. Juda ham baland narx emas, juda ham past narx emas, hamma oladigan narx qo'yaman. Kачествоsi bilan cenasini juda ham to'g'rilayman. Men o'zim dizayner tikuvchi bo'lganim uchun kiyimlarni tikilishini juda ham yaxshi tushunaman. Materialni juda ham yaxshi tushunaman. Shu uchun qaysi производство bo'lsin, olib kelayotgan tovarlarimni kачествосini tushunaman-da yaxshi. Shu uchun bemalol tanlab eng yaxshisini olib kelishga harakat qilaman. Undan tashqari bizlarning mentalitetga to'g'ri keladigan kiyimlar olib kelishga harakat qilaman va yana hijab kiyimlar ko'proq olib kelaman. Keyin meni klientlarimda bolshimirka ko'p so'rashdi. Juda ham bolshimirka so'rashgan uchun oxirgi paytlar Turkiyadan bo'lsin, Bishkekdan bo'lsin, kitayskiy tovarlar bo'lsin, qaysiniki bo'lishidan qat'iy nazar bolshimirkalarni ham ko'proq qo'shishga harakat qilyapman. Bolshimirka barcha assortimentda bor. Assortimentda bor menda. Если что, можете приходить. Keyingi savolimiz. To'g'ridan to'g'ri savdo qilishdagi sizning siringiz nima? Menda bunday narsada boshida 3 yil oldin magazin ochgan paytda hali bizlarda открытие bo'lmagan, qop Turkiyadan tovar kelgan, bir 10 qopmi shunaqa katta meshokda qopimiz kelgan. Shu paytning o'zida sraz qopni ochganman-da,
Instagramga sraz qo'yib, sraz klientga yurgan. Men endi butigim bozorda, sayram sentrda bo'lgan keyin kiradigan odam ko'p. Nima ekan deb kirib ko'rish yurgan. Hali magazinimiz ochilmagan. No shunda ham yangi tovar kelibdi deb ko'rish yurgan. Shu paytda aytamanda hali bunaqa savdoni o'zi unaqa yaxshi bilmayman. No shundaq примерно qanchaga keldi u narsa, plus ustiga kargo, o'zimni komissiyamni qo'yganmanda chetni o'zida klientlarga sraz qapni ochasab sotaverganman. Qapni shunday ochganimizda klientlar kiryapti, mana sizga razmer, mana sizga razmer deb bizlar qapni ochib sotaverganman. Bu narsa haligacha menda xuddi shu narsa borda. Mana yaqinda Turkiyadan keldim, shunday qapni ochdik, tepam to'la klient, shunday ochib mang deb sotyapman-da уже. U narsa shu haligacha bu menga zo'r marketing bo'ldi-da. Uni o'zi men marketing sifatida qabul qilmaganman. No, u narsa menga marketing bo'lib qoldi hozir. Haligacha shu narsani davom ettirib kelyapman. Keyin men iloji boricha klientlarni живой qo'yishga harakat qilaman boshida. Ya'ni ustida kiyib turganimda, masalan, model bilan ham ishlayman. No, mana shu storieslarimda klientlarni o'zini kiyib turganini, allaqanni qo'yishga harakat qilaman. To'g'ri, endi bari savdomizni qo'ya olmaymiz. Endi barini qo'ysam ko'zi tutib qoladi deydi. Shu hatto bir kunda 4-5 ta bo'lsa ham klientlarni qo'yishga harakat qilaman. Chunki telefonning orqasidagi onlayn aldiradigan klientlarim o'ylashadi, modelda zo'r turadi, menga yarashmaydi deydi. Men chunki figuram menga to'g'ri kelmaydi deydi. Masalan, bo'y pasti bor, bo'y uzuni bor, do'mbag'i bor degandakda, ozg'ini bor degandek. Shu uchun men hammaga birdek yarashadigan fason qilib berishga harakat qilaman. Shuni ko'rsatib beraman va shu orqali to'g'ridan-to'g'ri biznes qilaman. Bu hozir savolingiz juda ham to'g'ri beribsiz. To'g'ridan-to'g'ri biznes qilishimning eng asosiy sababi shu. Bu qayta menga juda ham ko'p daxot olib kelyapti aslida, xuddi shu biznes. Undan tashqari yana bir narsa aytib ketay, men ko'proq Toshkentni blogerlarni ko'p kuzataman, to'g'risi. Va bizlarga to'g'ri keladigan joylarni olaman, ulardan ham ideya olaman, o'zimning ham ideyalarimni qo'shaman-da, birgalikda chiroyli kontent chiqarishga harakat qilaman, chiroyli storieslar qilishga harakat qilaman va bu marketing menga juda ham qo'l keladi-da, rosa ham yaxshi qo'l keladi. Ko'proq doxod topishimga, to'g'ridan-to'g'ri biznes qilishimga juda ham yordam beradi. Keyingi savolimiz, biznesingizni plyus va minuslari nimada? Boshqalarga ham shu biznes bilan shug'ullanishni tavsiya qilarmidingiz? Har bitta biznesni plyus bilan minus taraflari bo'ladi. Endi u narsani hamma biznes egalari biladi. Plyus taraflari juda ham ko'p. Savdoda baraka bor deyiladi. Juda ham yaxshi barakamiz bo'ldi mana shu biznesning orqasidan. Ko'p yaxshi doxodlar topdik deb ayta bilaman. Qancha klientlar orttirdim. Davoli klientlarni endi juda ham ko'p orttirdim. Ko'p tanishlar orttirdim. Mana shu biznesimning orqasida yana ham ko'proq tanildim. To'g'ri? Muxlislar shourum bo'lib, yana ham ko'proq Sayramga, Chimkentga, boshqa rayonlarga ham tanildim. Hozir boshqa rayonga borsam ham sразу уже kafeda o'tirsak, boshqada o'tirsak, sразу aytishadi, muxlislar shourumasmisiz deydi. Ha deyman. U so'yinib qolaman u narsaga-da, например. Demak, meni boshqa rayonlarda ham tanishyapti, Instagramni kuzatishar ekan debda. Plyus taraflari juda ham ko'p. Mana masalan shu taraflari, minus taraflariga keladigan bo'lsak, ozgina xotirjamligingizni yo'qotasizda. Masalan, menda shunaqa. Xotirjamligimni biroz yo'qotaman, chunki vaqtida bo'lmaydi hamma narsa. Государство hozir dekretdaman dedim-u, государственный ishda ishlayotganimda subota воскресенье dam olardim. Ishlarni qilardim. Bolalarimga ko'proq vaqt ajratardim. Vaqtigacha-da, kechgacha narsa normada bo'lardi. Shunaqa bo'lardi. Oylig'im masalan stabilni bir xil bo'lardi. Bu biznesda qancha ko'p ishlasang, shuncha ko'p doxod keladi, daromad keladi. Shuning uchun sen уже tinmaysan-da. Xatnoy vobshim yo'q. Qayta bizlarda subota воскресенье ish avjiga chiqqan kun bo'ladi. Hammada dam olish, bizlarda ish qizigan payt bo'ladi. Chunki odamlar dam olishda keladi, kiyinishga, salonga, masalan, magazinlarga shu paytda keladi. Shunaqa payt bo'ladi. Dam olgim kelsa harakat qilaman dam olishga. No, ishimni o'ylab turaman-da. Men o'zim borsam ko'proq savdo bo'ladi-yu deyman. O'zi bu narsa ras. O'zim bo'lsam rasm ko'p savdo bo'ladi. Minus taraflari xotirjamligim ancha yo'qotasan. Keyin bolalarimga ham vaqt kamroq ajratasan. Bolalarga ham, yaqinlarimga ham kamroq vaqt ajrataman-da. Ko'p, masalan, aymadamning uyiga borib jumalashlar yo'q. 2 soatga borib kelaman bo'ldi. Oldinlari jumalab, azon kechgacha jumalanib, hozir unaqa narsalar yo'q. Например, bir pasga borasan, kelasan, xayolingda to'lqa mana shu biznes. Nima yangilik qilsam ekan? Nima tovar olib kelsam ekan? To'lqa mana shu narsa bilan bo'lib qolasan-da, ozgina xotirjamlikni yo'qotasan, даже sog'lig'ingni ham ozgina yo'qotasan. Chunki bayanda har kuni birdek ishlab tursang, bu sog'liqqa ham anchagina ta'sir ko'rsatadi ekan.
Savolimizni ikkinchi qismi, boshqalarga ham shu biznes bilan shug'ullanishni tavsiya qilarmidingiz? Qilardim. Agar qo'lingizlardan kelsa, qilinglar. Ne только bu biznesni, qo'lingizlardan kelsa, boshqa bizneslar qilsanglar ham bo'ladi. Biroq men mana shu biznesni qilganimga hech qachon afsuslanmayman. Hech qachon, chunki bu biznes bizlarga baraka olib keldi, ko'p narsa olib keldi. Yaxshi, minusga qaraganda plus taraflari ko'proq bo'ldi-da bizlarga. Shu uchun faxr bilan ayta bilan sizlar ham qilinglar. Nosi ham bor bu biznesni, biroq masalan kiyim sferasini tushungan odamga, kiyim sferasiga qattiq qiziqadigan odamga, keyin ozgina muomalasi bor odamlarga, hammaga ham emas, gordiy bo'lib tursam, например, klient hozir sen zo'r kiyim olib kelsang ham, arzon kiyim bo'lsa ham, muomala yaxshi bo'lmasa chiqib ketadi. To'g'rimi? Masalan, ko'p konkurensiya ko'p. Kiyimda masalan konkurensiya ko'p. Hozir hamma ikkini biri kiyim ochgan, например-da. Shu uchun chiroyli gapirib, hammasini birdek olib borsang, Instagramda brend rivojlantirishimiz kerak-da. Masalan, o'zingni brendingni zo'r rivojlantirsangina harakat qilishga bo'ladi. Yana bitta tarafi yuzlarni sharoitidan kelib chiqqan holda qilishingizlar kerak. Agar sizlar qilayotgan bu biznesingizlarga qaynota ila ayzadangiz ila turmush o'rtog'ingiz qarshi bo'lsa, qilmanglar. Qarshi odam bo'lsa, qilmanglar deb ayta bilaman. Agarda ular sizga podдержка berib, "Davay, qo'lingdan keladi" desa, qilib ko'ringlar. Biroq men hozir ko'pini bilaman, shu paytgacha endi ko'pini bilaman. O'zi biznes ochdi, kiyim biznesi, oyoq kiyim, mana shu biznes ochadi-da, shunaqa pul tiqadi, remont qiladi, ochib qo'yadi, dальше yurgizib ketolmaydi. Ko'pchiligini bilaman-da. Bu narsa to'g'ri, sразу yurgizib ketish oson emas, yavoradi. Yapmay qanchasi mendam yurtvoy sezon deb yurganlarim bor-da, например. Shu uchun bu biznesni boshlashdan oldin ham o'zingizlarga addushi ishonch bo'lish kerak-da. Keyin bu narsani klient ushab qolish degan narsa ham ancha qiyin aslida. Bitta klient sizga qayta kirish uchun siz o'zgacha bo'lishingiz kerak. Addushi harakat qilishingiz kerak. Biz bunaqa biznes ochishingizdan oldin bu narsaga ham tayyor turishingiz kerak-da. Tayyor turishingiz kerak. Shundagina ocha bilasizlar deb o'ta bilaman. Mashallah, insight. Keyingi savolimiz, ota-onaga qilingan xayrli ishlar insonni qanday qilib o'zgartiradi? Umra va mashina sovg'asi ortida qanday tuyg'ular bor edi? Har bir insonning o'zi shunaqa ko'p niyatlari bo'ladi-da. Например, men ham ko'p niyatlarim bor edi. Masalan, pul topsam bunday qilaman, pul topsam mashina olaman, pul topsam yaxshi kiyinaman, ila bir narsaga sayohatga boraman deydigan. 2020-yili hamma biladi bu narsani. Covid hamma yoqni bosgan yil edi, esingizlarda bo'lsa. Shu paytda bizlarga Covid yili juda ham sinovli yil bo'lib kelgan. Ayimiz, adamiz og'ridi, qaynotamiz og'ridi. U paytda men turmush o'rtog'im qattiq Covidga chalinib qoldi. Hozir eslasam o'sha qaltirab ketaman-da u paytlarni-chi. Shu paytda reanimatsiyaga yotib qolgan. Reanimatsiyada yotib og'ir edi ahvoli. Reanimatologlar chiqardida, "Может, bir kun yashaydi" deydi. "Может, 2 kun, может, yarim soat tur" deydi. "Harakat qilamiz qutqarishga buni" derdi. O'sha juda ham og'ir edi ahvoli. Shu paytda men yig'lab reanimatologlarga iltimos qilib yoniga kirganman-da. Yoniga kirib, shunda uni ahvolini ko'rib, rosa qiynalganman. "Meni kiyom tirik qolarmikin? Meni kiyom o'lmaydi" derdim. Tirik qoladi, meni kiyom o'lmaydi derdim. Shunaqa irodali bo'lgan ekanman, hamma yig'layotgan paytda umuman menga ko'z yosh kelmaganim. Umuman yig'layolmaganman. Shu paytda yoniga motivatsiya berish uchun unga aytardim-da, "Nurmat aka" derdim, "Hali siz ko'rasizki, siz shunaqa yaxshi bo'lib ketasizki, umringiz uzoq bo'ladiki, siz adangizni umraga yuborasiz" derdim. Adangizni kelishiga eng qimmat mashinani podarka qilasiz derdim-da, eng qimmat mashinani. Keyin "Shu kunlar kelarmikin" derdi-da. "Keladi" derdim. "Hali bu kunlar ortda qoladi. Hali siz shunaqa zo'r bo'lib ko'p, yana ham ko'p pul topasizki, ikkita adamizni umraga yuboramizda, podarka qilamiz kelishiga mashina yana yangisini" derdim. Даже shu paytda eslayman-da, detalgacha aytgan ekanman-da, kreditsiz deganman. Kreditsiz deganman. Shu paytda meni niyatim, ikkalamizni niyatimiz mana necha yil deganda amalga oshdi. Shu yo'lda biz qattiq harakat qildik. Yana aytganman-da, "Bitta o'zingizni adangizga olib bermaysiz, meni ham adamga olib berasiz" deganman. "Meni ham adamga mashina olib berasiz, meni ham adam umraga yuborasiz" dedim. Shu paytda "Qaniydi muxlis kelarmikin shu paytlarimiz" derdi. Chunki juda ham og'ir edi ahvoli. Bilasizlar, u paytda qancha odamlar, shunday baquvvat odamlar ham
soat sayin qaytish qilgan payt edi. Shu paytda men biroq ishonardim, meni kuyovim o'lmaydi, meni kuyovim hali ko'p yashaydi, bizlar qilgan niyatlarimiz amalga oshardi derdim. Allohga shukr, qattiq chin dildan niyat qilganmiz. Shu paytda kundan kunga yaxshilashib, yaxshi bo'lib ketdi. Biroq bu bizlarni ikkalamizni oramizdagi sirimiz bo'lganda, hech kimga aytmaganmiz bu sirni. Bu narsani qilishimizni hech kimga aytmaganmiz. Даже u ham Aysadasiga, men ham Aymadamga aytmaganmiz. Surpriz qilaylik deganmizda, buni oxirigacha aytmaganmiz. Keyin rosa harakat qildik, ishladik. Shu asosida bu yaxshi niyat qilib ishlash boshqachada. Har bir doxotni er-xotin yig'amizda yana ozgina qoldi. Yana ozgina qoldi. Xudo xolisa umraga yuborib olaylik. Keyin mashinaga ozgina qoldi deb oshna yiqqanimizda bu bizlarni ko'proq ishlashimiz uchun motivatsiya bo'lganda, men aytamanda, kuyovim xuddi shu ikkalamiz bir xil narsa aytamiz. Ayollarimizni, adalarimizni, qaynoqaynotamizni barida qadrlaylik. Nima deydi? Ular to'g'risini aytganda tirigida qadrlaylik. Keyin armon bo'lib qoladi-da bu narsa. Qancha pul ko'payib ketsin, qancha boy bo'lib keting, bu narsani qilolmay qolsang, o'sha armon bo'lib qoladi-da. Shuning uchun bizlar ularni umraga sog' paytda yuboraq deb harakat qildik va adam bilan qaynotamni, kuyovimni anaqasi bilan umraga yubordik. Kelishiga mashina sovg'a qildik. Eng oxirgi rusumdagi yangi mashinani. Keyin kreditsiz dedi. Bu ham sizlarga motivatsiya bo'lsin deb aytayapman-da. Kreditsiz deb, chunki shu paytda men o'zi niyat qilib qo'yganmiz. Shu niyatimiz o'zi amalga oshganda, kreditsiz deganni o'zi yig'lab turibman, no shu paytda detalgacha aytganman-da niyatni to'g'ri qilish kerak-da. Ko'p niyat qilib beringlar deyman. Shuning uchun niyat qilinglar, orzu qilinglar. Bu qancha ko'p orzu qilsak, bepul orzu qilish, to'g'rimi? Masalan, bizlar qirni so'rasak, Alloh shunaqa mehribonda, tag'ini beradi. Bizlar masalan qirni so'rayman, Alloh menga tag'ini beradi-da. Shuning uchun ko'p katta niyatlar qilaman. Masalanda keyin biroq adamga kelishiga, men o'zimni adamga umradan kelishiga mashina bermadik, to'rga qaynotamga berdik. Turmush o'rtog'im kalitni o'zi topshirdi. Uni emotsiyasi juda ham zo'r bo'ldi. Endi mendan ham ko'proq turmush o'rtog'im bergani uchun u juda ham xursand bo'ldi. Aytadi o'zi, men 10 ta dom olganda xursand bo'ldim deydi. Bitta mashinaga qaranglar, ulardan ko'ra bizlar xursand bo'ldik-da. Men 10 ta dom olganda xursand bo'ldim deydi. Keyin bizlar yana niyat qildik, iloyim, mana shu qish o'tkazib olayapti, hayitga men adamga harakat qildik mashinaga. Shuni xudo yetkazaylik dedik. Savdomiz ham mana shu sizlarni klientlarimizning orqasida, kuyovimni yaxshi biznesini, uni klientlarini orqasida shunaqa tanamizni xursand qildik-da, to'g'risini aytganda. Ikkalamizni biznesimiz ham bizga Alloh baraka berdi-da, yaxshi bo'lib ketdi-da. Mana shu birinchi hayitni birinchi kuni o'zimda adamga mashina podarka qildik. Kuyovim aytdi, men kalitni adamga o'zim berganman, endi sen mashinani sen o'zing haydab kirda, kalitni sen ber dedi. Kuyov bolasi emas, qizidan olgan boshqacha bo'ladi adamga dedi. Shundan adamga tabrikladik. Adamni emotsiyasini ko'rib, men shunda adamning emotsiyasini ko'rib, men o'yladim, yana ham vaqtliroq harakat qilsam bo'lar ekan bu narsaga dedim. Masalan, bu yil emas, unda 1 yil oldin harakat qilmadimmi? Jag'dayimiz to'g'ri kelardi-yu deyapman-da. Biz endi hammasini rovna olib yurish uchun barini birdek olib yurdik-da. Shuning uchun mana shu paytga to'g'ri kelibdi-da, mayli, nasib qilganiga shukr dedim. Eng keragi ular sog' paytida mina bilganiga shukr dedim. Keyinchalik ularni yaxshi o'tgandan keyin bekarda, o'sha minamasa, sog'liq umraga sertifikat bersang-da, baramasa, sog'liq to'g'ri kelmay, ular o'sha bekarda. Men shunaqa ayollarni, shunaqa erkaklarni bilaman. Juda ham ko'p puli ko'p, biroq ota-onasi yo'qlarda. Shular o'tganda menga rosa yozishdi, Muxlisa, kuyovingizga ham ming rahmat, sizga ham ming rahmat. Yaxshi narsani vaqtida qilibsizlar. Mana meni pulim ko'p, biroq men bera olmayman. Menga armon narsa deydi-da. Katta mashinalarni bera bilaman hozirgi jag'dayimda deydi. Men ota-onam yo'q deydi-da. Shuning uchun hozirgi yoshlarga aytaman, обязательно katta mashina, katta narsa bo'lish shart emas. Kichkina narsa bo'lsa ham podarkaga sizlar beringlar, ko'rasizlar. Sizlarni aylazlarga qanaqa baraka yog'ilishini-da. Даже eplayolmaydi, qaladan darajada baraka yog'iladi. Alloh shunaqa mehribonki, sizni niyatingizni ortig'i bilan beradi-da. Ortig'i bilan beradi. Men shu paytda yana Covid paytida aytganman, endi reanimatsiyada og'ir edi ahvoli. Bizlar ko'p gaplashardik-da, xotincha. Shunda aytganman, hali deganman, farzandlarimiz ko'p bo'ladi. U paytda bitta qizim bo'lardi. U payt 4 yosh edi qizim. 5 yosh edi.
shuni ko'p sayohatlarga boramiz deb. U paytda hali Turkiyaga umuman borib ko'rmaganmiz. Только Toshkentga borib ko'rganmiz bo'ldi. Chet elga borib chiqmaganmiz. Mana Xudoga shukrki, niyatlarimizga yetishdik. Ko'p davlatlarga bordik. Ko'p shaharlarni ko'rdik. Bu bizlar yosh semya uchun juda ham katta yutuq deb ayta bilaman-da. Juda ham katta. Ham biznes qilib, ham yurt kezib, ham qancha shahar, ham qancha davlatlarni ko'rdik-da. Undan tashqari ota-onangizni xursand qilish. Shu ota-onani xursand qilish. Hozir yana oldimizda ko'p planlarimiz bor. Faqat adalarimiz emas, aylarimizni ham xursand qilish. Ishqi baxtimizga ota-onalarimiz sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Bizlar mana shuna xursand qilib, ularga bitta qarab motivatsiya olamiz-da, ishlashga degan motivatsiya. Ko'proq pul yig'sak, bunday narsa olaman. Hozir o'ylayman-da, ko'proq pul yig'sak, chet elga yuboramiz ularni. Yana bir narsa qilamiz degan narsa ko'pda. Sen qo'ymay etirasan ya deydi. Hozirgi aytadi-da, keyin qo'ying deyman. Zo'rda qayta maza qilyapmiz, o'zimizlarga podarka berib deyman-da. Shunaqa deyman. Shu u ham so'ynadi, shu filmga ham so'ynadi, o'zi ham shu narsani qo'llaydi. Nima degan chiroyli javob bo'ldi. Mashallah. Menimcha odamga mana shunday podarka berganda-chi, shunaqa meni odamchi o'sha to'g'risini aytganda yoshi 70 ga chiqib qoldi, men aytolmayman, qarib qoldi, to'g'risini aytganda, qariyadi-da o'sha. Men odam yosh bolaga o'xshab yes dedi-da, men odamchi. Shuni rasama qildim, nega oldirib bermayapman dedim-da. Shuncha aytaman-da, ota-onalarimiz iloji yo'q qarishadi. Hammamizda boshimizda bor qarachilik. Ular qarishadi. No qarachiligini ko'rish bizlarga oson narsa emas-da, u narsa. No shuning uchun iloji boricha ota-onalarimiz sog' paytida ularga nima deydi, qo'limizdan kelgancha xursand qilaylik. O'tganda ayim bilan qaynamga braslet berdik-da, masalan, tug'ilgan kunida. Bu narsa maqtanish emas. Sizlarga yana aytib motivatsiya bo'lsin hozir yoshlarga deyapman-da. Shunda meni oyim qattiq og'rib turg'aydi-da. Bu braslet qiziq bo'lmadi oyimga. Masalan, qaynonam yoshroq bo'lgan uchun so'yindi-da, meni oyimga umuman qiziq bo'lmadi. Chunki men u paytda to'lka ish bilan bo'lib, bir hafta 10 kunlab вообще oyim ko'rishga borganim yo'q-da. To'lka tug'ilgan kunida kattaga ikkita braslet olib bu narsani oyim уже kerak emasda oyimga u narsachi уже. Chunki sog'lig'idan qiyin bo'lyapti-da, oyim qaqa taqib boraman dedi-da. Oldin edi yosh paytida o'ynab, kulib to'ylarda mana deb maqtanib taqib beradi, bolalarim berdi deb. Уже hozir og'rib qolayotgan uchun даже podarka ham qiziq bo'lmay qoladi ota-ona uchunchi. Podarka ham qiziq bo'lmay qolar ekan. Shuning uchun men hammaga aytaman, ota-onalar yosh paytida shu narsani xohlab turgan paytida harakat qilib qolinglar. Keyin kech bo'ladi-da. U kech bo'lganda уже sizlarni qancha pullar ko'p bo'lsa ham bu bir tiyin. Qancha narsa bersangiz ham bir tiyin. Juda ham chiroyli javob bo'ldi. Sabotor zaplakal. Keyingi savolimiz. Uyda o'tirgan yoki o'zini topolmagan ayollarimizga qanday ilhom berishni xohlar edingiz? Men o'zim turmush qurganimdan beri masalan dekretda ham uyda o'tirmaganman, to'g'risi. Ana dekretdan keyin depressiyaga tushib qoladi. Bir xil ayollarcha depressiya deydi, no, menda unaqa narsa bo'lmagan. Chunki unaqa depressiya bo'lganlarni ham mo'sh tushunmasligim mumkin-da. Sразу men ish boshlanib ketgan uchun tushunmasligim mumkin. Biroq agar uyda o'tirib, nima qilishni bilmay, bola bilan uydan chiqolmay, masalan, ko'chada ishlayotgan bo'lsa, yoki uydagilar ruxsat bermayotgan ayollar bo'lsa, onlayn biznes qilinglar deyman. Onlayn biznesda ham rosa ko'p daromad topishga bo'ladi. Masalan, men ham onlayn biznes qilaman, ham offlayn. Onlayn biznesim o'zi ham menga ko'p daromad olib keladi-da. Oddiy misol keltirib, sizni tanishingiz bor, kontaktda qancha odamingiz bor, ya, например, optim oladigan joylardan gaplashib, ularni sotayotgan tovarlarini, masalan, modellarga keltirgan kiyimlar bor. Oddiy kiyimni kelib chiqib gapirib, uni statusiga qo'ying, Instagramingizga qo'ying. Bitta bo'lsa ham klient yozadi, to'g'rimi? U bitta bo'lsa ham klientni siz yaxshi gapirib ishab qolganda, unga soting siz. Arzonroq soting. Masalan, bozor narxiga qaraganda siz qancha arzon soting? Chunki sizda arenda yo'q, ishchi pul yo'q, svet degan yo'q deb shunaqa narsalar yo'q. Siz arzonroq soting. Masalan, 7000 tangalik narsani siz 8000 ga, 1000 tanga qo'yib soting. Bir kunda 10 ta narsa sotib ko'ring, 10000 tanga yana. To'g'rimi? 10000 tanga kim beradi? Uyda o'tirgan odamga. Bez расход, arenda, hech narsa. Yana bolangiz bilan uyda o'tiribsiz. Shunaqa deb ayta bilaman. Onlayn qilinglar. Undan tashqari sitvoy biznesga kirsangizlar ham bo'ladi. Biroq sitvoy biznesga
tovari bor sityevoy biznesga kirsangizlar bo'ladi. Chunki o'zim ham haqiqatdan sityevoy biznesdan ko'p daromad topganman va sityevoy biznes sizni katta bizneslar qilishingiz uchun sizga fundament bo'ladi. Men o'zimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, men birinchi Amerikada ishlaganman. Mana shu ateliya qilgandan keyin ateliyada ishlab yurganimda Amerikada ishlaganman. Keyin bilib qoldimki, olib sotishda katta pul ishlashga bo'lar ekanda. To'g'risi, tikib uni klientga yetkazib doxod topgandan olib ustiga qo'yib sotganda ko'proq doxod osonroq pul topishga bo'lar ekan. Shu paytda Amerikada ishladim. Amerika meni ko'p narsaga o'rgatdi. Har bitta shtuk klient bilan o'rgatishni o'rgatdi. Har bir shtuk odam bilan ishlashni o'rgatdi. Undan keyin Amerikadan keyin Ersak chiqdi. Ersakda polniy men уже o'zimni biznes sferada ko'ra bildim. Mendan katta biznes ledi chiqargan degan narsa Ersakda bo'ldi. Chunki Ersakda bilasizlar, sityevoy biznesda har bir shtuk odam bilan ishlaydigan bo'lganingizdan keyin qanday gaplashasiz? Masalan, kimdir uydagi nimasini sharoitini aytib ketadi, kimdir boshqa narsani aytib ketadi. Siz ularni eshita bilasiz. Eshitib yurasiz. Keyin bir tarafdan shukrchilikka ham kelasiz. Voy, menda yaxshi ekan unga qaraganda. Ikkinchi tarafdan u odamni eshitgan keyin уже sizda har bir odam bilan gaplashish, podxod, klientga podxod degan har bir odam bilan gaplashish va qanaqa sotish usullari kela boshlaydi. Shuning uchun hozirgi uyda o'tirgan ayollar sirtda masalan ishlayolmasa, boshqa biznes qila olmaydigan bo'lsa, onlayn biznes qilib ko'ringlar. Uyda o'tirgan holda sityevoy biznes qilib ko'ringlar. Ikkalasi ham onlayn ish. Shu narsani siz eplab keta bilsangiz, уже sizga katta maydon, ochiq maydon, offlaynni любой biznesini qila olasizlar. Ya'ni kiyim sohasi bo'lsin, posuda sohasi bo'lsin, detskiy kiyim, nima biznes saqlaysizlar, barini eplab ketasizlar. Men sizlarga javob. Chunki sityevoy biznesda ishlaganlardan qo'ldan butun narsani sotish keladi. Sinalgan bu narsa. O'zimda sinalgan, любой bitta boshqa sityevoyda ishlaganlardan dinam ko'rsak bo'ladi bu narsani. Intervyu uchun kattakon rahmat. Трогательный hamda insightlarga to'la intervyu bo'lib o'tdi. Sizlar bilan bo'lgan Ruxshana, ko'rishguncha.